alkafonga o'xshagan qora holatga olib kelish uchun bu shu jentralarni gebo kraskasidan sepdik. Bu glansovый holatda bo'lgan. Mami, te siento lejos, dime dónde estás. Te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar. Assalomu alaykum, obunachilar. Navbatdagi manzilimiz o'zimiz Namangan viloyati 3 tumani birlashganda bo'ldi. Hop, bu joyga gigant razmerdagi lazer fason darvozamiz ustanovkasini yakunladik. Hop, darvozamizni qisqacha video obzor qilib beramiz. Hop, darvozamiz razmeri eniga 4,5 metr bo'lgan, balandligiga 4 metr. Bunga ishlagan materiallar atroflari 10 burs, 3 qalinligida bo'lgan, taglari 10lik shivellar. Hop, ichidagi 8 ga 4lari hammasi 2,1 qalinlikda bo'lgan. Hop, listlari 1,8 2 qavat. Darvozamiz pol teplet qilingan. Hop, bu lazer gullari 1,8 listda shu lazer gul qilingan. Bu 3-qavat. Hop, bunga ishlagan hamma mayda kvadratlar ham 1,7 qalinligida ishlagan. Hop, kraskasiga kelsak, avtomobilni Devo kraska, avtomobilni lak. Kraskadan oldin bunga gruntovka sepilgan. Bu matviy holatda bo'ldi. Hop, darvozamizni oldingi holatlarida bu joylariga nerjevayka yoki alkafondan foydalanilardi. Hozir shu 1,8 listli gibka stenoyda bukib, xuddi o'sha shaklini chiqarib, hop, mosladik. Hop, bu ustidagi alkafonga o'xshagan qora holatga olib kelish uchun bu shu jentralarni gebo kraskasidan sepdik. Bu glansovый holatda bo'lgan. Kimgadir buni darvozani o'zini ham glansovый holatda qilish kerak bo'lsa, bu egalarning talabiga binoan glansovый qilib sepib beramiz. Hop, tepalarini shoberalanish uchun ochiq holatda qolsin deyishdi. Lazer gullarni ochiq holatda qoldirdik. Hop, kimgadir yopiq holat kerak bo'lsa, buni orqasidan list qoplab yopiq holatda ham qilib beramiz. Darvozamizning eshigi alohida bo'lgan, kattaligini hisobiga darvozamizga shu Stemil firmasini original zamogidan qo'yib berganmiz. Darvozamizni ochib yopilishi nihoyatda yengil. Darvozamiz bir orqa qanotlarini ko'rsatib beramiz. Hop, bu darvozamizning orqa ko'rinishi. 3 qavatli holatda ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti. Klientlar telefon qilib 3 qavatli holat shu holatda bo'ladi, orqasi tekis. 2 qavatligida shu oldi ko'rinishi bir xil bo'ladi, faqat orqasida profillar ko'rinib turadi 2 qavatligida. Darvozamizda umuman shum yo'q. Darvozamiz nihoyatda jim. Hop, oshiq-moshiqlar har doimgidek pachimlaydi bo'lgan. Center zamok. Hop, darvozamiz katta qanotlarini ochib yopib beramiz. Bu darvozamizni ochib yopamiz. Penjaramizni turadi, darvozamiz tekis bo'lgan. Bu darvozalarimizdan kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka, o'lchash xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Hop, qo'shni davlatlar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, hop, neytralkagacha olib borib yetkazib beramiz. Undan neytralkadan olib o'tishgandan keyin ustanovkalarni ham qilib beramiz. Undan u yog'i kelishilgan holatda. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar.